oram canım yalla Yonistega tegib olib yalla canım yalla Peshonangdan ko'ra-ura oram canım yalla Peshonangdan ko'ra-ura oram canım yalla Sizni ayvon emasmi o'rtasida chinni ravon emasmi Sizni ayvon emasmi o'rtasida chinni ravon emasmi Gelasiz yetasiz bir so'z aytmaysiz Gelasiz yetasiz bir so'z aytmaysiz Hammasi yurakda armon emasmi Hammasi yurakda armon emasmi Ağadaram rumolingga gul badam O'jikdaram belbog'ingga gul qadam Ağadaram rumolingga gul badam O'jikdaram belbog'ingga gul qadam O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Mavluda Oynaqulova o'zining dil tortar qo'shiqlari bilan xalqimiz ko'nglidan joy olgan. Uning Yor bo'lmasa, uyolaman, boqqa kirdim, kel dugona kabi taronalarini bir necha Mavluda Oynaqulova to'g'risida gapirish juda oson. Shu yoshlikda shu odamlar qo'shiqlarini ko'rib katta bo'lganmiz. Xudo xolasa katta bo'lsam, rejissyor bo'lsam, shuni kinoga olaman dedim. Rol o'ynashga ham to'g'ri keldi birga. Ashuna qilib do'st bo'lib qoldik. Ko'p qo'shiqchilar chiqdi. Ayniqsa shu Lazgi ashula varaq ansamblida mana 72-yilda ishga kirgan bo'lsalar, mana shu xalqimizga o'zining ijodi bilan namoyon bo'ldi. Tantana balki o'zbek estradasi va sahna san'ati tarixining muhim sifatlarini yodga solgan, tomoshabinni milliy va san'atimiz qadriyatlari bilan yanada yaqinlashtirgan samimiy uchrashuv sifatida yodda qoldi. Rejissor Hamid Qahramonovga tavsiya so'zini bersin. Mana bugun mashhur xonandamiz, buyuk qizimiz Mavluda xonning to'yini nishonlayapmiz. Ana shu nishonlashga men bir sovg'a bilan keldim. Endi Mavluda xonni bilamiz, butun dunyoni kezib yurdilar. Sanoqsiz shaharlarga, sanoqsiz davlatlarga yurib konsertlar, tomoshalar ko'rsatishdi. Endi shuning ichida eng adoqlisi mana Qirg'iz eli bilan Qozoq eliga alohida xizmatni singdi bu qizimiz. O'shaning uchun mana Olmatoq tufayli Ahmad Yassaviy
sertifikati, medalni knishkasi mana shular bilan qutlaymiz. Omon bo'ling. O'g'illarni davramizga taklif qilamiz. Shu bilan birgalikda mana shu Lazgi ansamblining musiqa rahbari Karim Rahmonovni ham taklif etamiz. Mana qizimni yubileyiga. Endi men Mavlidani qaysinmasidan boshlasan ekan deb o'tirdim. Qanaqa qilib Lazgi ansambliga kelganlarini, necha yil birga ishlaganlarimiz. Bir voqeani boshlayman. Lazgi ansambliga bilasizlar, O'zbekiston xalq artisti Gavharabon Rahimova onamiz, bizani onamiz edi, ona edi bizga. Shu raglar mas'ul qilayotgan edi. Qoratin to'yini qilayotgan edi. Shu paytda chaklab o'tirganimizda eshikda nima qilasiz? Garmon bilan shular deyapti. To'yni ishchasini qilyapsan. Shuna to'yda gelinlarga unga keladilar. Yürü, tur o'rninglarda Gavharabon Muhammad akamni Ben Mevlüt Hanım'ı 40 yıldan beri bilemem. Şimdi 40 yıldan başkan oluşu mümkün. Biz Harazım, Kamuzcan Altanayaz namındayız. Harazım Devlet İdarlanmayası'nda bir yerde işleyenimiz. Bunlar bir yerden. Birgelikte köy, bayramlarda, yangi yıllarda, qanday bir tadbirlar bo'ladigansa birga qo'yamiz. Shu 40 yil oldin ko'rgan bo'lsam shu go'zallar sultoni bo'lib mana hozir ham shu kerak hozir esimga tushib ketdi. Bir paytlar filarmoniyalar yopilib qoldi. To'g'rimi Gulzor opa? Hech kimga kerakligidan bo'lib qoldi filarmoniya. Masalan, yig'ib qancha vaqtdan sudrab olib kelib shuni. Oylik berdi. Shuni aytaman-da, shu fidoyi haqiqiy Xorazm jannatiga, O'zbek jannatiga bo'lgan fidoyiligini men aytib o'tyapman. Shuning uchun bu yerda mana hozirgacha yana mana shu harakat qilamiz ustozlarning ishlarini bir ozmi ko'pmi qo'ldan kelgancha shu ijod qilib kelgusi avlodlarga bir yetiramiz degan umidda. Qarsak bo'lsa shuni qilamiz, Xudo xolasa. Shuni nasib bo'lsa. Shunga loyiq insonmiz. Sababi Mavluda Aynaqulova degan iz qoldirdi. Ishxona deydi o'rislar. Shuni ochib, Xudo xolasa birgalikda hali ko'p ishlar qilamiz. Shu davrda siz ham qisilib yurdingiz, Gulzor opa. Shuni aytaman. Shu qismni Meşhurlar bütün ustalarını getirdiler, Gülzar Hanım rahmetliğindeki, Kerem Ay rahmetliğindeki, hangi getirdiler koşun ama. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Az olsam köpçe göresiz, Xudoy boya aytılgan niyatlar Xudoyim shu ijobat bo'lib Turkiston saroyida Hatijon aka. Avvalo sizga rahmat bu ishlarni boshida turib boshqash bo'lib, butun san'atkorlarga sog' bo'ling, omon bo'ling. Endi hozir navbatda qo'shiq qo'yasiz, to'g'rimi? Hozir
ikkita sevgilim bor ekan. Bittasi birinchi Toshkentga o'qishga kelganimda ko'rgan Gulsara opam. Maryam opamni ko'rib shunday yaxshi ko'rib qolganman. Ikkinchisi chat tomonda turibdi. Endi agar Xorazmga aloqasi bo'lib juda bo'lmasa familiyasi Bekjanova bo'lganda men yonida o'tirgan bo'lardim. Endi biz kinochilar bir kuni chaqirib qolishdi kinoga. Beratdan Chiyan kinosini o'ynayotgandik. Men ustozim Nabrahimov bilan so'pa televiziya ko'rib o'tirsa, menga qara dedi. Hozir kimdir 75-yilda qo'shiq aytishni boshlagan deb, men aytayotganim 73 yo 74. Televiziya chiqarishlar aytyapti. Qara dedi, buni o'zini yo'llari bor ekan, boshqa ekan deb rosa maqtadi. Men aytdim, ustozlarni fotoqa qiling dedim, xudo xolasa hali bo'ydaman dedim. Undan keyin bir kinoga chaqirib qoldi bir do'stimiz. Eldor Mametov degan operator. Ikkovimiz rol o'ynaydigan bo'lib qoldik, ham sevishganlarni. Men xudo dedim, mana kishining yozilgan ekan dedim. O'ynab oldik, keyin rejissor bo'ldi, bir qizini olib keldi, mana qizim o'ynasin sizda deb. Ana shu keyingi paydo bo'lganida men aytdimki, endi nabakam xabar bo'lmasa rahmatlik dedimda kino olayotgandim, ishgalchi oshiqlar bitta rolga olib ketdim Namangan viloyatiga, Nanaydi degan joyga. Ana shu yerda men Baxtiyor akamning tug'ilgan joyi, tumani. Ana shu yerda birinchi marta Baxtiyor akam Moldaxon bilan tanishdi. Ana undan keyin kinoga oldikda, kinodan olganimizdan keyin 3 kundan keyin yana ketib yubordi yo'q bo'lib. Yani 25 yil. Endi necha yoshligini ham aytyapman, aytmayapman degan. Adashishadi endi. Men dedi, bir sarimsoqlardan boshlagan chizishni O'zbekistonda qancha chiroyli ayol bo'lsa, hammasini chizib bo'lgan. Men dedi, buni chizmasam bo'lmaydi dedi. Ana shundan chizdi. Qilamiz deb. Baxtiyor aka, to'g'ri gapiringiz. Sizga gapirdi. Mavzuga keng ko'rgan tabriklayman. Sizga rasulingizga ham 25 yil bo'ldi. Xalqimiz ko'rsin. Omad, baxt, sog'lik tilayman. Hamma narsa o'tarkan, lekin sevdirmasi ham. Baxtiyor To'xtamatov va Qirg'izistonning kelgan mehmonlarimizni davraga taklif qilamiz. Marhamat. Xursand bo'lib o'tiribmiz. Mavludaxon bugun ajoyib bir davra bo'lyapti. Tug'ilgan kuningiz sog' bo'ling, omon bo'ling. Lazgi ansambli bizni oilamiz uchun juda muqaddas, juda bir tabarruk ansambl. Sababi shu yerda ko'p yillar bizni ikkita kelinimiz, akamiz muzika rahbari bo'lib ko'p yillar ishlagan. 3 tilda mukammal qo'shiq ijro etadigan ajoyib san'atkor. Qachon Assalomu alaykum. 100 yildan ortiq tarixga ega bo'lgan Bobur teatridan mana shu ustozimni, jonimni tabriklagan keldik. Adash ustozimiz, shogirdim. Mani shogirdim bo'ladi. Men otim ham Mavludaxon.
Familiyam ham Abdujabborova, familiyamizga ham oy ketadi, ikkalamizni. Boshi ketadi. Ilohim bizni shu uchrashuvlarga uchrashtirgan, taqdirimizni bir qilib qo'ygan, avvalo mana shu Baxtiyor akaga rahmatni aytaman. Mavlud opaga kelib, shu ustozlik qilishiga, mana shunga qara deb, ashulalaringni o'rgat deb tashlab ketgan. Bahas qanim hivaztar arasında hep birliydi bir karı. Üzüm yarmadım yaklar şu yarına aktarıp gitmesem olmaz. Ellerim boynuna salmasam olmaz. Hava hey haracağım, erkeği bulayım ağacağım. Men kuni Jo'rabek Murodovni tadbirlariga borib mahalla kanalida bu kishi ko'p hayajonlandim. Siz keldingizmi, yo'q deb so'radim. Sabab bu kishini oyim yaxshi ko'radi. Chiqsalar televizorga qiziqish. Keyin erkak o'g'il hofizlarimizdan Ikromjon Boranovdan meni o'g'lim chiqdi dedi. Juda hayajonlandim sizni ko'rganimda. Keyin o'g'lim shu bir ashula borki, onajon kabam o'zing sensiz jahonni naqlay degan. Shuni kim aytganini so'radilar. Ibrohimjon Sohib aytgan bilasan. She'r yozganim uchun hozir iltimos qilamiz, ashula qiladiganimizda go'zallarning millati bo'lmas degan. Berib qo'ygan kitoblarga chaqqan chaqindir. Go'zallarsiz ko'ngillar to'lmas, ular yaratganga yaqindir. Hadi ashulaga ketadimi? Nusxasini chiqarib. Mana shu ko'chada esdalik bo'ldi, agar ashula qilmasangiz pardani o'chiramiz. Xullas, hozir mana o'shdan kelgan biz jigarlarimiz, tuganlarimiz Mavlida opamiz bilan mana 3-marta Xudoy taolo har bir odamning qalbiga tug'ilishida bir ishqni soladi. Sizning qalbingizga shu san'atga, ashulaga bo'lgan ishqni solgan deb o'ylayman. Ashulalarimizdan juda uzoq, juda o'ziq qilamiz, mamnun bo'lamiz. Mana bu yerda 2000 kilometr shahardan kelganman, Urumchi shahrida tug'ilganman. Ismim Asad Ilyas Idiqudi deb atayman. Bundan keyin bulbuldek sayrab turaman. Ömrünüz hem uzun olsun ve baxt saadet tilayman. Rahmat. Mavludoxonga bersak, yana qo'shiqlarni eshitsak. Dostanı da
Toshkent viloyati Qozoq milliy markazining raisi Damir ag'a Qaldibayev kelib turibdi. Yana sinfdoshlari, Moldapanning oilasi, singillari kelib turibdi, ukalari, o'shalarni o'rtaga chaqirsak. Qatnashchilari, biz Toshkent viloyati Qozoq milliy madaniy markazi nomidan kelib turibman. Hozirda singlimizni biz yarim asrdan beri taniymiz. Yoshlikdan shunaqa to'ylaydi. Endi hozir o'tirgan bo'limda kechirasizlar, qozoq tilida kichkinagina she'r yozdim, hozir yozdim. Balkim uncha tayyor bo'lmasa ham so'zga keladilar. Bu yerda yulduz ko'p, yaltiradim. Yer yuzini qamrab maqsadaning. Maqsadning suyuqga qizib qolasan, dunyoning yaxshiligi. Otamizga 70 yoshlik yubileylari bilan chin qalbimizdan uzoq bo'lsin. Sizga ta'zim qilaman. Chunki siz bizani yoshligimizdan katta qilib, o'zingiz kichkina bo'lsa ham mehringizni juda katta qilib bizga berdingiz. Sizni 100 yoshlaringizda ham shunaqa davralarda o'rtoqlaringiz, do'stlaringiz, qarindoshlaringiz kelib tabriklash nasib etsin. Tabriklar topshirmoqchimiz. Biz sizni yaxshi ko'ramiz. Ijodingizga zafarlar.
Ijodiy anjumanda Mavluda O'ynaqulovaning boy va sermazmun ijod yo'li, sahna chiqishlari, badiiy ko'rinishlar hamda kino lavhalari orqali izchil yoritildi. Ko'p yillik samarali ijodiy faoliyati yuksak baholanib, unga Ahmad Yassaviy nomidagi ko'krak nishoni tantanali ravishda topshirildi. Milliy qadriyatlarni asrab avaylash hamda ularni sahna orqali keng targ'ib etishdagi xizmatlariga berilgan yana bir yuksak e'tirof bo'ldi.